Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va qadrli o'quvchilar. Demak, qo'lda ishlaganda, ya'ni Chornovoyda ishlaganda bitta varaq ketadigan, ya'ni bir varaq Chornovoy ketadigan misolni desmisda ishlashni o'rgataman. Demak, birinchi nima qilamiz? Shartlarga tushunib olamiz. Xo'p, solutions degani yechimlari. Nimani? Shu tenglamani yechimlari R va S. S katta raqam. Xo'p, davom etyapti. Yechimlari shu tenglamani T va U. U katta raqam. Endi deyapti. Yechimlari shu tenglamani, demak, S o'zgarmasdan R qo'shib U va S qo'shib T. Demak, bu tenglamani yechimlari shu ekan. Nima qiymati? S. S ni qiymati nima deyapti? Xo'p, demak, oxiridan ketyapman. S ni qiymati nima deyapti? S qayerda? O'zi mana bu joyda turibdi. Qarasam, bu keltirilgan kvadrat tenglama. Bitta men bilamanki, demak, keltirilgan kvadrat tenglamada bu x1 bu x2 bo'lsa, demak, R qo'shib U ko'paygan S qo'shib T qilsam nimani beradi? S ni beradi. Bo'ldi. Demak, men R bilan U ni S bilan T ni topishim kerak. Xo'p, endi uning uchun desmizga mana bu tenglamani yozib chiqaman. Demak, ketdi. Xo'sh, x1 ning kvadrati. Xo'p, nimaga bunaqa yozyapman? x1 ya'ni bilamizki, nima? Desmiz x y ni tushunmaydi. Ya'ni tushunadi, faqat hozir men til degan belgidan foydalanaman. Bu til degan belgi x y bo'lsa ishlamaydi. Xo'p, demak, qavojamiz x1 minusdan necha? Birinchi ildim R, ya'ni ko'paytiruvchi ajratyapman. Xo'p, qavs bekitamiz va qavs ochamiz. x1 minusdan x1 minusdan T. Xo'p, R bittasi S ekan. T va S. Ana. Demak, nima qildim? Qavslarni ochib, ya'ni tenglamani yozib, qavslarni ochib, ya'ni ko'paytma holatda yozib, bu bilan bu ildiz. Mana, demak, nima chiqdi? Xo'p, mana shu yerda endi bir ish qilishimiz kerak, ya'ni har doim x1 ga random, ya'ni bironta son berib olish kerak. x1 teng random necha beramiz? 100 beramiz. Har doim 100 beradilar, to'g'ri chiqadi. Ana, demak, R bilan S chiqdi. Bo'ldi. Endi pastga tushaman-da. Endi bu tenglama bitta ishi, endi bunisiga o'taman. Demak, yana x1 ning kvadrati plus 10x 1 plus 17. Ana, teng necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Teng 0 bas. Biz yana o'zimiz belgidan foydalanishimiz kerak. Til. Demak, qavs ochamiz. Endi ilzari T bilan U. Demak, x1 minusdan T qavs bekitamiz va qavs ochamiz. x1 minusdan nima? U. Ya'ni ikkinchi ildizi. Ana, demak, mana shundoq qilsa nima chiqdi? T bilan U ham kelib chiqdi. Xo'p, bo'ldi. Demak, menga R, S, T, Ular kelib chiqdi. Qaranglar, shunaqa sonlar chiqyapti. Ya'ni qo'lda ishlaganimizda ancha qiyin bo'lar edi. Endi men oddiy mana bu narsani men bilaman, shuni yozib qo'yaman. Javobni hisoblab beraveradi o'zi. Men olib kelib, qo'yib, ko'paytirib o'tirishim shart emas. R qo'shuv U qavs bekitaman, qavs ochaman. S qo'shuv T. S qo'shuv T. Ana, qavs bekitib qo'ysak, javob necha chiqdi? 98 chiqdi. Demak, bu misolda desmiz yordamida ishlashda oson yo'li. Demak, mana, demak, nima qildik? Yozdik. O'zi hisobladi, yozdik. x1 ga random son berib yubordik va buni ham yozdik va T bilan U chiqdi va so'ragan narsasini kiritib qo'ydim. 98 deb kiritib qo'ydi. Xo'p. Demak, bunaqa yaxshi misollarda oson yo'lini, oson ishlanish yo'lini o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamda yaxshilab kuzatamiz. Demak, bundan da qiziq misollar oldinda, demak, davom etamiz.